Janjal. Men o'zim aytdim, xolasanglar bir ikki chaqiringlar dedim, janjal qilgandan ko'ra. Tadbirkorga qancha prezidentimiz aytganki sharoit yaratib Olib beravering bemalol, sizga yo'lmasa biz xizmat qilamiz, biz fuqarolarga xizmat qilamiz. Siz nima meni ustimdan kulyapsiz? Qani kulganim? Ha, yonini o'tgan odamlar ichkilik ichib ketayotgan odamlar. Yosh bolalarni o'ylashyaptimi shular hozir? Bu davlat tomonidan tekshiriladi. Men davlat emasman, men oddiy fuqaroman. Blogerlarga sharoit yaratib beringlar degan. Qani izdivatsiya qilganim? Men nimaga qo'l qo'yaman? Tabriklayman. Boshliq, yordam yo'q. Boshliq bilan gaplashib. Necha yoshsiz? Menmi? 62 daman. 62 ga kirib shu narsani bilmabsiz-da, qarang, muddat o'tgan narsalarni sotishyapti, yaxshimi shu? Bunga qo'y yozinglar. Aka, siz kim, siz nega aralashyapsiz? Menmi chirisel mana. Bo'ldi, uchirishingizmisiz? Aytolmanu men akam akanlar. Mana yo'q. Xo'jayin akanlar-ku. Siz aytganingizda mana shu yaxshimi ish? Yaxshi. Yaxshi emas. Buni hammasini bozorda Bo'tachi, Vinovodga kirib ketayotganlar himoya qilishyapti. Chunki arg'olarni oladigan joy yopilib qolish kerak emas. Aroq uchun emas. Men aytdim, kim himoya qilyapti deb, bittasi Vinovodga kirib ketyapti, bittasi o'zini xo'jayini ekan, ko'p yoshli odam yo'masa. Assalomu alaykum. Zamonaviy oila uchun turar joy majmuasi Nur Hayat New Classics bilan yaqindan tanishishni istaysizmi? Ha deysizmi? Unday bo'lsa menga hamrohlik qiling. Qani ketdik. Aytganday, Nur Hayat turar joy majmuasi Yangi Hayot tumani Qipchoq ko'chasida joylashgan. Unga 5-bekat, Sergeli mashina bozori, xususiy klinikalar hamda ko'plab ovqatlanish joylari bir qadamlik yo'l. Majmuada qulay ichki infratuzilma mavjud bo'lib, avtomobillar uchun avtoturargoh, bolalar o'yingohi hamda xavfsizligingizni to'liq ta'minlash maqsadida video kuzatuv xizmatini joriy etish rejalashtirilgan. 9 va 16 qavatdan iborat bo'linmalar 1, 2 va 3 xonali kvartiralardan tashkil topadi. Shuningdek, farzandingiz qulay va sifatli ta'lim olishi uchun maktab va bog'chalar ham barpo etiladi. Odatiy turmush tarzingizni maksimal qulaylik va jahon standartlari bilan uyg'unlashtiring. Batafsil ma'lumot olish uchun bizga hoziroq qo'ng'iroq qiling va kompleksga tashrif buyurib, o'zingiz baho bering. Yo'q, nega? Mana shu do'z bor, uramiz. Yo'q, o'zini joy bor ekan. Shu aka, men